Surxondaryo viloyatida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlar izchil davom etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri ichki ishlar organlari va mutasaddi xizmatlar ishtirokida tashkil etilib, unda yoshlarni turli salbiy illatlardan asrash, ularning huquqiy ongi va mas'uliyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi hamda shahar va tuman ichki ishlar organlari xodimlari ishtirokida voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida o'smirlar orasida giyohvandlik vositalariga qiziqishning oldini olish, bekorchilik oqibatida yuzaga keladigan huquqbuzarliklar va jinoyatlarning barvaqt profilaktikasi masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, narkotik moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning salbiy oqibatlari, ularning jamiyat va yoshlar kelajagiga yetkazadigan zarari keng yoritildi. Mazkur tadbir ichki ishlar va profilaktika xizmatlari tomonidan olib borilayotgan tizimli ishlarning tarkibiy qismi bo'lib, voyaga yetmaganlarni turli salbiy illatlardan asrash, ularning huquqiy ongi va mas'uliyatini oshirish hamda hududda jinoyatchilikning oldini olishga xizmat qiladi. Ushbu o'quv seminaridan ko'zlangan maqsad bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish, zo'ravonlikni erta aniqlash va baholash, voyaga yetmaganlar o'rtasida erta nikoh va erta homiladorlik holatlarini oldini olish, xotin-qizlar va bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini aniqlash. Bundan tashqari, o'sha o'quvchilar orasida suitsid va o'z joniga qasd qilish holatlari va omillarini o'rganish. O'quv seminarida mas'ullar tomonidan barcha fikr va mulohazalar yuritilib, kerakli maslahatlar berib o'tildi. Tadbir doirasida quyidagi yo'nalishlarda masalalar muhokama qilindi. Og'ir toifaga kiritilgan yoshlar bilan ishlash mexanizmlari, voyaga yetmaganlar o'rtasida erta nikoh va erta homiladorlik holatlarining oldini olish hamda ishtirokchilarning javobgarligi, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish tartibi va usullari, tarbiyasi, og'ir o'quvchilarning ota-onalari bilan manzilli ishlash, o'quvchilar orasida suitsid va o'z joniga qasd qilish holatlari hamda ularning omillarini o'rganish, xotin-qizlar va bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarida himoya orderini rasmiylashtirish tartibi, tuzatish dasturlari bilan ishlash. Mazkur tadbir yakunida belgilangan chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash hamda profilaktik ishlarni yanada kuchaytirish bo'yicha mas'ullar biriktirildi. Kelgusida ham bu boradagi hamkorlik izchil davom ettirilib, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan ishlar tizimli ravishda olib boriladi.